Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Yangi qonun kuchga kirgandan keyin ko'pchilik odamlar odatdagidek yashayman. Hujjatlarni keyinroq to'g'rilayman. Muammo bo'lsa o'shanda ko'raman deb o'ylashi mumkin. Lekin aynan mana shu beparvolik keyin jarima, sud hisob raqamining bloklanishi, mulk bilan bog'liq cheklov yoki katta moliyaviy zarar keltirib chiqarishi mumkin. Bu ma'lumot hamma uchun muhim, uy egasi uchun ham. Ijarada yashayotgan odam uchun ham, tadbirkor uchun ham, ish beruvchi va ish uchun ham, kredit olgan yoki qarz bergan odam uchun ham. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun yangi tartib nimani o'zgartirganini, kimlar xavotir olishi kerakligini, kimlar havo olishi kerakligini, kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini, qaysi holatlarda odamlar eng ko'p xato qilishini va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday huquqiy ma'lumotni vaqtida bilish ko'p pul va asabni tejaydi. Avval ko'p masalalarda odamlar norasmiy kelishuv bilan ish tutardi. Masalan, uy ijaraga berilsa og'zaki kelishib qo'yiladi. Kimdir qarz bersa, aka-uka orasida tilxat shart emas deyiladi. Ishchi bir joyda ishlasa, rasmiy shartnoma tuzilmasdan oylik naqd beriladi. Tadbirkor xizmat ko'rsatsa chek bermaydi. Mijoz ham talab qilmaydi. Biror nizo chiqmasa, hammasi yaxshi ko'ringandek bo'ladi. Lekin muammo nizo chiqqanda boshlanadi. Ijarachi pulni vaqtida bermaydi, uy egasi esa shartnoma yo'qligi uchun isbotlashga qiynaladi. Ishchi oyligini ola olmaydi. Ammo rasmiy ishga qabul qilinmagani uchun mehnat staji ham, sug'urta ham talab qilish uchun hujjat ham yetarli bo'lmaydi. Qarzdor pulni qaytarmaydi, lekin tilxat yo'q, bank o'tkazmasi yo'q. Guvohlar esa keyin men aniq bilmayman deb turib oladi. Tadbirkor soliq yoki iste'molchi huquqi bo'yicha tekshiruvga tushadi. Keyin men buni bilmagan edim degan gap yordam bermaydi. Yangi qonun va yangi tartiblarning asosiy maqsadi shuki, munosabatlar imkon qadar rasmiy, shaffof va isbotlanadigan bo'lishi kerak. Endi davlat organlari, sudlar, banklar, soliq idoralari va boshqa tashkilotlar og'zaki gapdan ko'ra hujjatga, elektron izga, shartnomaga, chek va kvitansiyaga qaraydi. Bu oddiy odam uchun ham yaxshi, chunki huquqini himoya qilish osonlashadi. Lekin bu beparvo odam uchun xavfli, chunki hujjatsiz ish qilgan odam keyin o'zini himoya qila olmaydi. Men buni juda sodda misol bilan tushuntiraman. Oldin qo'shniga 10 million so'm qarz berib, bir oyda qaytarasiz deb kelishgan bo'lsangiz, keyin u qaytarmasa, sizning qo'lingizda dalil bo'lmasa, da'vo qilish qiyin bo'ladi. Endi esa odamlar pulni bank orqali o'tkazib, izohiga qarz sifatida berildi. Qaytarish muddati falon sana deb yozishi, alohida tilxat yoki shartnoma tuzish kerak. Bu juda oddiy harakat, lekin keyin sudda sizni kuchli himoya qiladi. Eng katta o'zgarish shundaki, ko'plab kundalik munosabatlarda mas'uliyat kuchaydi. Ya'ni odamlar men bilmaganman, og'zaki kelishgan edik, hujjat keyin qilinadi. Hamma shunday qiladi degan bahonalar bilan oson qutulib keta olmaydi. Qonun hujjat, muddat, majburiyat va javobgarlikni aniqroq talab qilyapti. Birinchi o'zgarish shartnoma va yozma dalilning ahamiyati oshdi. Uy-joy ijarasi, qarz, xizmat ko'rsatish, oldi-sotdi, ishga yollash, hamkorlik, buyurtma, yetkazib berish kabi holatlarda yozma kelishuv bo'lishi kerak. Bu shartnoma katta murakkab, faqat yurist yozadigan matn bo'lishi shart emas. Muhimi unda tomonlar kimligi, nima haqida kelishilayotgani, summa, muddat, javobgarlik va imzolar bo'lishi kerak. Ikkinchi o'zgarish, elektron dalillar ham muhim bo'lib qoldi. Bank o'tkazmasi, SMS, messenger yozishmalari, elektron shartnoma, elektron chek, ilova orqali to'lov. Davlat xizmatlari portali orqali yuborilgan ariza, bularning hammasi keyin dalil bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda muhim nuqta bor. Yozishmada aniq so'zlar bo'lishi kerak. Masalan, pulni oldim. Bir oyda qaytaraman degan yozuv bilan oddiy rahmat yetib keldi degan yozuvning huquqiy kuchi bir xil emas. Uchinchi o'zgarish, javobgarlik tezroq ishlashi mumkin. Qarzdorlik bo'lsa, ijro hujjati chiqsa, hisob raqamiga cheklov qo'yilishi, mol-mulk bo'yicha taqiq, ayrim xizmatlardan foydalanishda muammo, majburiy undirish kabi oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu degani qarzni e'tiborsiz qoldirish endi yanada xavfli. Kimdir 3 million so'mlik jarimani vaqtida to'lamasa, ustiga qo'shimcha xarajatlar, ijro yig'imi yoki boshqa cheklovlar qo'shilib, umumiy zarar 45 million so'mga chiqib ketishi mumkin. To'rtinchi o'zgarish. Iste'molchi huquqi va xizmat sifati bo'yicha talablar kuchaymoqda. Agar siz do'kondan texnika olsangiz, servis xizmatdan foydalansangiz,
qurilish brigadasini yo'llasangiz, onlayn kurs sotib olsangiz yoki internet orqali mahsulot buyurtma qilsangiz, albatta chek, shartnoma, kafolat taloni yoki to'lov isbotini saqlashingiz kerak. Chunki keyin mahsulot nosoz chiqsa yoki xizmat bajarilmasa, siz men pul bergan edim deb og'zaki aytsangiz yetarli bo'lmaydi. Birinchi navbatda hujjatsiz ish qilayotganlar xavotir olish kerak. Masalan, uyni ijaraga berib, hech qanday shartnoma tuzmagan odam. Bugun ijarachi yaxshi ko'rinishi mumkin, lekin ertaga kommunal to'lovlar yig'ilib qolsa, uyga zarar yetkazilsa, ijara pulini bermasa yoki muddatida chiqib ketmasa, uy egasi murakkab holatga tushadi. Shartnomada ijara summasi, to'lov kuni, depozit, kommunal to'lovlar kim tomonidan to'lanishi, uy jihozlari ro'yxati va muddat ko'rsatilgan bo'lsa, nizo ancha oson hal bo'ladi. Ikkinchi guruh norasmiy ishlayotgan ishchilar va norasmiy ish beruvchilar. Ishchi uchun xavf shuki, u kasal bo'lsa, mehnat ta'tili, ish staji, pensiya hisob kitobi, kompensatsiya kabi huquqlari zaiflashadi. Masalan, odam bir korxonada 2 yil ishladi, o'yiga 4 million so'm oldi, lekin rasmiylashtirilmagan. Keyin ishdan bo'shatildi. U men bu yerda ishlaganman deb da'vo qilishi mumkin, lekin dalil to'plashga majbur bo'ladi. Ish beruvchi uchun esa xavf yanada katta. Rasmiylashtirilmagan xodim aniqlansa, soliq, mehnat qonunchiligi va boshqa yo'nalishlarda jarima yoki majburiyatlar paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh qarz beradigan va qarz oladigan odamlar. Hozir ko'p oilalarda, mahallalarda tanishlar orasida 5 million, 20 million, 1 million so'mgacha pul og'zaki beriladi. Bu juda xavfli. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Qarz berish uyat emas, qarzni hujjatlashtirish ham uyat emas. Aksincha, bu ikki tomonni ham himoya qiladi. Qarz oluvchi uchun ham foydali. Chunki muddat, summa va shartlar aniq bo'ladi. Qarz beruvchi uchun ham foydali. Chunki qaytarilmasa, talab qilish imkoniyati kuchli bo'ladi. 4-guruh kichik tadbirkorlar. Masalan, tikuvchilik, ta'mirlash, yetkazib berish, onlayn savdo, qurilish, mebel yasash, telefon ta'mirlash, avtomobil ustaxonasi, go'zallik saloni, repetitorlik yoki boshqa xizmatlar. Ko'pchilik men kichik ishlayman, menga tegmaydi deb o'ylaydi. Lekin mijoz bilan nizo chiqsa, soliq masalasi ko'tarilsa, to'lov isboti so'ralsa, xizmat sifati bo'yicha shikoyat bo'lsa, hujjatsiz ishlash katta muammoga aylanadi. Masalan, mijoz oshxona mebeli uchun 22 million so'm oldindan to'lov qildi. Usta esa muddatni 20 kunga kechiktirdi. Shartnomada muddat, material, rang, o'lcham, jarima sharti yozilmagan bo'lsa, har ikki tomon tortishadi. Agar siz shartnomalarni tartibli tuzsangiz, to'lovlarni bank orqali qilsangiz, chek va kvitansiyalarni saqlasangiz, muddatlarga amal qilsangiz, rasmiy xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirmasangiz, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Qonun tartibli odamni qo'rqitish uchun emas, balki munosabatlarni aniq qilish uchun ishlaydi. Masalan, siz uy ijaraga olgan bo'lsangiz va shartnomangiz bo'lsa, har oy pulni bank orqali o'tkazsangiz, kommunal to'lovlarni ilova orqali to'lab, kvitansiyani saqlasangiz, uy egasiga sizdan asossiz yana pul talab qilish qiyin bo'ladi. Yoki siz ishchi bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lsa, oyligingiz rasmiy tushsa, ish vaqtingiz qayd etilsa, sizning huquqlaringiz ancha kuchli bo'ladi. Shuningdek, agar siz qarz olgan bo'lsangiz va shartnomadagi muddatga amal qilsangiz, to'lovlarni bosqichma-bosqich bank orqali qaytarib borsangiz, keyin men to'lamagan emishman degan da'vo bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. Har bir o'tkazmada izoh yozish juda foydali. Qarz qaytarimi, ijara to'lovi, xizmat haqi, oldindan to'lov kabi so'zlar keyin vaziyatni aniq ko'rsatadi. Birinchi misol, ijara. Tasavvur qiling, fuqaro o'z kvartirasini oyiga 3 million so'mdan ijaraga berdi. Og'zaki kelishildi, depozit olinmadi, jihozlar ro'yxati yozilmadi. 3 oy o'tgach, ijarachi 6 million so'm qarz bo'lib qoldi. Muzlatkich buzildi, davorlar shikastlandi. Uy egasi pul talab qildi. Ijarachi esa men faqat bir oy yashadim. Muzlatkich oldindan buzilgan edi deb turib oldi. Agar shartnoma, to'lov dalili, topshirish, qabul qilish dalolatnomasi bo'lmasa, isbotlash qiyinlashadi. To'g'ri yo'l qanday edi? Shartnoma tuzish, jihozlarni ro'yxat qilish, rasmga olish, depozitni ko'rsatish, har oy to'lovni bank orqali qabul qilish. Ikkinchi misol, qarz. Bir kishi tanishga 25 million so'm berdi. Pul naqd berildi, tilxat olinmadi. Qaytarish muddati 2 oy edi, 2 oy o'tdi, keyin 5 oy o'tdi, qarzdor til ko'tarmay qo'ydi. Endi qarz beruvchi sudga bormoqchi. Lekin asosiy savol, pul berilganini qanday isbotlaydi? Agar bank orqali o'tkazma qilinganda
izoh yozilganda, tilxat olinganda yoki ikki tomon imzolagan oddiy qarz shartnomasi bo'lganda vaziyat boshqacha bo'lardi. Shuning uchun men odamlarga aytaman. Qarz miqdori 1 million so'm bo'lsa ham dalil qoldiring. 3-misol, ish. Ayol kishi do'konda sotuvchi bo'lib ishladi. Oyiga 31 million so'm olardi, lekin rasmiy shartnoma yo'q edi. Bir kuni do'kon egasi ertadan kelmang dedi va oxirgi 15 kunlik pulni bermadi. Ishchi o'z huquqini talab qilmoqchi. Agar ishga kirganda mehnat shartnomasi tuzilganda, ish haqi rasmiy berilganda, ish jadvali yoki buyruq bo'lganida talab qilish oson bo'lardi. Norasmiy ishda esa u yozishmalar, guvohlar, kamera yozuvlari, bank o'tkazmalari kabi dalillarni yig'ishga majbur bo'ladi. 4-misol, xizmat sifati. Bir odam uyini ta'mirlash uchun ustaga 30 million so'm berdi. Kelishuv bo'yicha kiritim kunda bitish kerak edi, lekin 7 kun o'tdi. Ish yarimtasi material sifatsiz, usta esa yana pul so'rayapti. Shartnoma bo'lmasa, smeta bo'lmasa. Material ro'yxati bo'lmasa, muddat yozilmagan bo'lsa, nizo juda cho'ziladi. To'g'ri yo'l. Avval bajariladigan ishlar ro'yxati, umumiy narx, to'lov bosqichlari, muddat, material kimdan bo'lishi, ish sifati va kamchiliklarni tuzatish tartibi yozilishi kerak edi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Har qanday yozishma ham yetarli dalil bo'lavermaydi. Masalan, Messengerda pulni oldingizmi deb yozdingiz. Qarshi tomon ha dedi. Bu yordam beradi, lekin mukammal dalil bo'lishi uchun summa, sabab va muddat aniq ko'rsatilgani yaxshi. Masalan, bugun sizga 25 million so'm qarz berdim. 2025 yil 20 martgacha qaytarasiz. To'g'rimi? degan savolga ha, to'g'ri degan javob ancha kuchliroq. Ikkinchi nozik jihat. Naqd pul doim xavfliroq. Men naqd pul ishlatish mumkin emas demayman, lekin naqd pulda dalil muammosi ko'proq bo'ladi. Agar naqd pul berilsa, albatta tilxat oling. Tilxatda sana, joy, qarz beruvchi va oluvchining FISH, pasport ID ma'lumotlari, summa, raqam va so'z bilan qaytarish muddati imzo bo'lishi kerak. Men falonchidan 10 million oldim degan umumiy gapdan ko'ra, qarz sifatida oldim va falon sanagacha qaytaraman degan jumla ancha muhim. Uchinchi nozik jihat, qarindoshlar bilan ham hujjat kerak. Odamlar ko'pincha aka-uka orasida shartnoma qilib bo'ladim deydi. Men javob beraman. Aynan yaqin odamlar orasida hujjat ko'proq kerak, chunki nizo chiqsa faqat pul emas, munosabat ham buziladi. Hujjat ishonchsizlik belgisi emas, kelishuvni aniq qilish vositasi. Agar hamma niyat toza bo'lsa, hujjatdan hech kim qo'rqmasligi kerak. 4-nozik jihat, muddatlarni o'tkazib yubormang. Rasmiy xat, jarima, sud chaqiruvi, ijro organidan xabar, soliq ogohlantirishi yoki bankdan talabnoma kelsa, uni javobsiz qoldirish eng katta xato. Ko'pchilik bormasam o'zi yopilib ketar deb o'ylaydi. Amalda esa siz bormaganingiz uchun qaror sizsiz qabul qilinishi, keyin uni bekor qilish qiyinlashishi mumkin. Agar xat kelsa, darhol mazmunini o'qing, sanasini yozib qo'ying. Kerak bo'lsa yuristga ko'rsating. 5-nozik jihat, shartnomani o'qimasdan imzolamang. Bank krediti, bo'lib to'lash, ijara, xizmat, ishga joylashish, kafillik, garov, oldindan to'lov, kurs yoki abonement bo'lsa ham imzo qo'yishdan oldin kamida 5 ta narsani tekshiring. Summa, muddat, foiz yoki jarima bekor qilish sharti, sizga yuklanayotgan majburiyat. Ayniqsa kafillik masalasida ehtiyot bo'ling. Kimdir kredit olayotganda faqat formalno imzo qo'yib bering desa, bu juda xavfli. Kafil bo'lsangiz, qarzdor to'lamasa, pul sizdan talab qilinishi mumkin. 6-nozik jihat. Eski odat bilan yangi tartibni aralashtirmang. Masalan, oldin ko'pchilik chek olmasdi. Endi chek yoki elektron kvitansiya talab qilish sizning huquqingiz. Mahsulot buzilsa, xizmat ko'rsatilmasa, pul qaytarish kerak bo'lsa, chek sizga asos bo'ladi. Cheksiz holatda ham ba'zan huquqni himoya qilish mumkin, lekin dalil yig'ish qiyinroq bo'ladi. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq ro'yxat beraman. Birinchi qadam. O'zingizdagi muhim munosabatlarni tekshirib chiqing. Uy ijaraga berganmisiz yoki olganmisiz? Qarz berganmisiz yoki olganmisiz? Norasmiy ishlayapsizmi? Kim bilandir xizmat bo'yicha kelishuv bormi? Oldindan to'lov qilganmisiz? Shu savollarga javob bering va qaysi joyda hujjat yo'qligini aniqlang. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Ijara bo'lsa shartnoma tuzing. Qarz bo'lsa tilxat yoki qarz shartnomasi tuzing. Xizmat bo'lsa kamida yozma kelishuv qiling. Ish bo'lsa mehnat shartnomangizni talab qiling. Agar ish beruvchi keyin qilamiz desa, bu keyin muammo bo'lishi mumkin degani. Hujjatni bugun qilish kerak. 3-qadam. To'lovlarni imkon qadar bank orqali qiling.
O'tkazma izohiga maqsadni yozing. Masalan, 2025 yil yanvar oyi ijara to'lovi. Qarz qaytarimi, oshxona mebeli uchun oldindan to'lov, ta'mirlash xizmati uchun bir bosqich to'lov. Bu oddiy izoh keyin katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. 4-qadam, hujjatlarni bitta joyda saqlang. Telefoningizda alohida papka oching. Shartnoma rasmi, pasport nusxasi, kvitansiya, chek, yozishmalar skrinshoti. Topshirish dalolatnomasi, kafolat taloni hammasini saqlang. Faqat telefon xotirasiga ishonmang. Bulutli saqlash joyiga yoki elektron pochtangizga ham yuborib qo'ying. Telefon yo'qolsa, dalillar ham yo'qolmasin. 5-qadam. Yozishmalarda aniq yozing. Mayli bo'ladi. Keyin beraman kabi noaniq gaplar o'rniga sunma, muddat va sababni ko'rsating. Masalan, men sizga bugun 8 million so'mni 3 oy muddatga qarz sifatida o'tkazdim. Qaytarish sanasi 15 aprel. Tasdiqlaysizmi? Agar qarshi tomon tasdiqlayman deb yozsa, bu ancha kuchli dalil bo'ladi. 6-qadam, rasmiy xabarlarni e'tiborsiz qoldirmang. Davlat xizmatlari portali, soliq ilovasi, bank ilovasi, pochta, SMS, sud yoki ijro organidan kelgan xabarlarni tekshirib boring. Agar qaror yoki jarima noto'g'ri bo'lsa ham belgilangan muddatda e'tiroz bildirish kerak. Muddat o'tib ketsa, haq bo'lsangiz ham ishni tiklash qiyinlashadi. 7-qadam, shubhali hujjatga imzo qo'ymang. Ayniqsa bo'sh varaq, to'liq to'ldirilmagan shartnoma, summasi yozilmagan tilxat, santasi ko'rsatilmagan kelishuv, siz tushunmagan bandlar bo'lsa to'xtang. Hozir imzo qo'ying. Keyin to'ldiramiz degan gapga ishonmang. Imzo qo'yilgan hujjat keyin sizga qarshi ishlatilishi mumkin. 8-qadam, katta summa bo'lsa mutaxassisga ko'rsating. 2-3 million so'mlik oddiy xizmatda ham hujjat kerak. Lekin 20 million, 50 million, 100 million so'mlik ishda yurist maslahatini olish juda to'g'ri qaror. Ba'zan 200 ming so'mlik maslahat 20 million so'mlik muammoning oldini oladi. Uy oldi sottisi, avtomobil, biznes ulushi, katta qarz, garov, kafillik, qurilish, meros, aliment yoki sud masalalarida mustaqil taxmin bilan yurish xavfli. 9-qadam, eski qarz va eski kelishuvlarni hoziroq rasmiylashtiring. Agar kimdadir pulingiz bo'lsa, muloyim tarzda yozma tasdiq oling. Masalan, hisob kitobni aniqlashtirib olaylik. Sizda falon summadagi qarz qolgan. Qaytarish muddatini yozib qo'yaylik deng. Bu janjal chiqarish emas, tartibga keltirish. Agar qarshi tomon hujjat yozishdan qo'ysa, bu ham siz uchun signal bo'lish kerak. 10-qadam, oilangizga ham tushuntiring. Ko'p muammolar ota-ona, aka-uka, farzandlar bilmaganidan kelib chiqadi. Keksalar telefon orqali firibgarlarga ishonib pul o'tkazishi mumkin. Yoshlar bo'lib to'lash shartlarini o'qimasdan imzo qo'yishi mumkin. Kimdir tanishiga kafil bo'lib, keyin qarz ostida qolishi mumkin. Uyda kamida bir marta shu mavzuni muhokama qiling. Katta pul, qarz, kafillik, garov, shartnoma va SMS kodlar bo'yicha hech kim shoshilinch qaror qilmasin. Men bu masalani shunday tushuntiraman. Yangi tartib odamlarni qo'rqitish uchun emas, mas'uliyatni oshirish uchun kerak. Hujjat bo'lsa, halol odam himoyalanadi. Hujjat bo'lmasa, ayyor odam bundan foydalanadi. Shuning uchun asosiy qoida juda oddiy kelishuv bo'lsa, dalil bo'lsin, pul bo'lsa, iz bo'lsin, majburiyat bo'lsa, muddat bo'lsin, imzo bo'lsa, mazmun tushunarli bo'lsin. Oddiy hayotda bu juda katta farq qiladi. Masalan, siz 5 million so'mga telefon sotib oldingiz, chek oldingiz, kafolat talonini saqladingiz. Telefon 10 kundan keyin nosoz chiqdi. Siz do'konga borib, huquqingizni aniq talab qilasiz. Agar chek bo'lmasa, sotuvchi bu telefon bizdan olinmagan deyishi mumkin. Yoki siz 25 million so'm oldindan to'lov qildingiz, lekin kvitansiya yo'q. Keyin xizmat ko'rsatilmasa, pulni qaytarish murakkablashadi. Yana bir holat. Siz kimningdir kreditiga kafil bo'ldingiz. Qarzdor men o'zim to'layman. Sizga aloqasi yo'q dedi. Lekin huquqiy tomondan kafilning javobgarligi bor. Qarzdor to'lamasa bank sizga murojaat qilishi mumkin. Shuning uchun kafillikni oddiy do'stona yordam deb qabul qilmang. Bu moliyaviy majburiyat. Imzo qo'yishdan oldin kredit summasi, foizlar, muddat, oylik to'lov, kechikish oqibatlari va sizning javobgarligingizni to'liq tushuning. Bugungi mavzudan eng asosiy xulosa shuki, yangi qonun va yangi tartiblar shaffoflikni, hujjatni, dalilni va mas'uliyatni kuchaytiryapti. Endi og'zaki kelishuvga, ishonchga keyin ko'ramiz degan gapga suyanib yurish xavfli. Har bir muhim kelishuvni yozma qiling, to'lov izini saqlang, shartnomani o'qing, muddatlarni o'tkazmang, rasmiy xabarlarni e'tiborsiz qoldirmang. Men sizga ekspert sifatida eng amaliy maslahatni beraman.
Bugun videodan keyin 20 daqiqa vaqt ajrating va o'zingizdagi 3 ta narsani tekshiring. Qarzlaringiz hujjatlashtirilganmi? Ijara yoki ish bo'yicha shartnomangiz bormi? Katta to'lovlar bo'yicha chek va kvitansiyalar saqlanganmi? Agar mana shu 3 ta joyni tartibga keltirsangiz, ko'p xavflarning oldini olasiz. Sizningcha bu yangi tartib odamlar uchun foydalimi yoki ortiqcha qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam keyin katta muammoga tushib qolmaydi.